Rasululloh alayhissalomning vasiyatlari. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bir kishi kelib, menga vasiyat qiling dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam g'azablanmang dedilar. U kishi yana vasiyat qiling dedi. G'azablanmang dedilar. Yana aytdilar, yana g'azablanmang dedilar. Shuning uchun ham birodar, g'azablanmang. Qarzlar kelmayaptimi? G'azablanmang. Uy tashvishlari bormi? G'azablanmang. Oilangiz bilan kelisha olmayapsizmi? G'azablanmang. Uyingizda, ishingizda muammo bormi? Mutlaq g'azablanmang. Domla, bu oddiy gap-u, boshingizga ish tushsa o'zingiz bilasiz. G'azablanmaslikning nima yo'li bor desangiz, biz sizga 5 ta yo'lini o'rgatamiz. G'azablanib achchig'ingiz chiqadigan bo'lsa, birinchi A'udhu billahi minash shaytonir rojim deng. Payg'ambar alayhissalom oldida ikki kishi g'azablanib bir-biri bilan urushib turdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, men bir kalimani bilaman. Agar u o'sha kalimani aytsa, achchig'i qaytadi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim dedilar. Ikkinchi, agar g'azablangan, achchig'ingiz chiqqan bo'lsa, gapirayotgan bo'lsangiz gapirmay qo'ying. Mana bu eng katta g'azabni to'sadigan ishdir. Chunki g'azablangan odam taloq bermaydigan xotiniga taloq beradi. Sotmaydigan mashinasini, uyini sotadi. Xafa qilmaydigan odamni xafa qilib qo'yadi. Demak, gapirmay turib oling. Uchinchi, qiladigan ishingiz, yurayotgan bo'lsangiz to'xtang. To'xtagan bo'lsangiz o'tirib oling. O'tirsangiz yotib oling. Imkon bo'lsa bir uxlab turing, boshqa odam bo'lib turasiz. To'rtinchi va eng muhimi, va bu sizga yengil deb o'ylayman, achchig'ingiz chiqib ketdimi? Darrov dushoviga kiring-da, muzday suvni ustingizdan quyib yuboring. Chunki g'azab shaytondan, shayton olovdan yaralgan, olovni esa suv o'chiradi. Beshinchi sizga beradigan tavsiyam, namozga boring, masjidga boring, namoz o'qing. Alloh taolo istainu bis sabri vas sola, namoz bilan, sabr bilan Allohdan yordam so'rang deydi. Yaxshi odamlarga bog'laning. Mana bu 5 ta amal sizni g'azabingizni ketkazadi. Biling, g'azabingiz ketkazsa ishlaringiz yurishadi. Omad sizga kulib boqadi. Hayotingizda xotirjamlik, tansihatlik, barakot topasiz va o'shani men sizga Allohdan so'rab qolaman.